Siz haliyam uyda o'tiribsizmi? So'qoqga chiqib, varreli uchirib, mazza qilib somsalardan yeb kelmaysizmi? Ayniqsa so'qoqdagi favvora kafesiga kirmasangiz eng katta xatoni qilgan bo'lasiz. Biz ham oilaviy so'qoqga chiqdik. Endigina ta'mirlashdan chiqqan shunaqangi chiroyli atmosfera, toza havo, shunday yonbag'irlaringizdan suv oqib turadigan favvora kafesini topib oldik va shunaqangi shifobaxsh mazali issiqqina ko'k somsalardan yeb ketmasak bo'lmaydi deb mazza qilib ovqatlandik. Yosh uqariga birdek yoqadigan, dillarni, ko'zlarini yayratadigan shu joyga ham albatta tashrif buyuringlar. Ota-ona g'animat, ota-onalarni, farzandinglarni olib kelsanglar, esda qolarli mazza qilib dam olish bo'ladi. Narxlari ham hamyonbop. Taomlarning mazasiga gap bo'lishi mumkin emas. Shashliklari shunaqangi yumshoq, zo'r pishgan, bunaqasini boshqa hech qayerdan topa olmaysizlar deb aniq ayta olaman. Yosh katta shovqinni yoqtirmaydiganlar uchun alohida shunaqa xonalari ham bor ekan. Bir marta eshitgandan bitta borib ko'rgan yaxshi. Dunyoga bir marta kelasiz. Bu 5 kunlik dunyoda uyda o'tiravermasdan oilaviy shartda so'qoqdagi favvora kafesiga borib mazza qilib dam olib kelinglar.